Bugungi videoda hayotimizni 3dan 1 qismini tashkil qiladigan, lekin biz ko'pincha e'tibordan chetda qoldiradigan muhim jarayon uyqu haqida gaplashamiz. Videodan oldin o'zingizga bu savollarni bering. Nima uchun miya charchaganda ma'lumotni qabul qilmay qaytarib yuboradi? Qanday qilib Nikola Tesla, Leonardo da Vinci kabi buyuk daholar bor yo'g'i 2 soat uxlashgan? Juda kam uxlab ham o'qishda va ishda natijalarga erishish mumkinmi? Uyqu DNKmizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Uyqu uchun yotoqxonada qanday harorat bo'lishi kerak? Va eng muhimi, qanday qilib uxlashdan oldin qahva ichish orqali super energiyaga boy bo'lish mumkin? Bugungi videoda uyquga oid bo'lgan faqat ilmiy asoslangan ma'lumotlarni olasiz va qanday qilib bu oddiy jarayonni o'zingizni super kuchingizga aylantirishingiz mumkinligini o'rganasiz. Issiq juda, ko'chaga chiqib bo'lmaydigan darajada issiq juda. Agar siz kam uxlab, ko'p dars qilib IELTS dan 9 olaman yoki ishimda muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, yangi ma'lumotni yaxshi eslab qolish uchun undan so'ng uxlashdan tashqari, bilim olishdan oldin ham uxlash juda muhim hisoblanadi. Sababi uyqu miyamizni gipokamp qismiga ta'sir ko'rsatadi. U esa xuddi pochta qutisi kabi ma'lumotni yaxshi qabul qilishiga javob beradi. Siz kam uxlagan vaqtingiz bu pochta qutisi xuddiki yopilib qoladi va ma'lumot shunchaki o'zlashtirilmasdan orqaga qaytib ketadi. Laboratoriyada maxsus tadqiqot o'tkazilgan va 2 guruh insonlarni eslab qolish qobiliyati tekshirilgan. Bir guruh to'yib uxlagan, ikkinchi guruhdagilar uxla olmagan. Natijada uxla olmagan guruhni eslab qolish qobiliyati 40% ga tushib ketgan. Bu degani, yangi yodlagan so'zlaringizni yaxshi eslab qolasizmi? Yoki o'rgangan bilimingiz miyangizda qolib ketadimi yoki shunchaki qaytib ketadimi? 50% dan oshiqqa yaxshi uxlashingizga bog'liq ekan. Ikkinchi sababi deep sleep, ya'ni uxlaganimizda biz chuqur uyquga ketadigan jarayonimizga bog'liq ekan. Gap shundaki, siz uxlab chuqur uyquga o'tgan vaqtingiz miyada uyqu urchuqlari nomli maxsus elektroimpulslar paydo bo'ladi. Aynan shu impulslar o'rgangan bilimingizni qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga xavfsiz yetkazishga javob beradi. Va aynan shu impulslarni yetishmasligi, siz chuqur uyquga kirmasdan yengil chala uxlashingiz kelgusida yoshingiz katta bo'lganda Alzheimer kasalligi rivojlanishini asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Eslataman, bu juda og'ir xotirani yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan kasallik va katta yoshdagilar ko'pincha bu kasallikka uchrashadi va yaqinlari uchun ham, o'zligi uchun ham hayot juda ham qattiq og'irlashadi. Agar mayli endi kam uxlaganim faqat xotiramga ta'sir qilarkan deb o'ylasangiz, qattiq adashasiz. Chunki tana salomatligi ham uyqu bilan uzviy bog'liq. Birinchi katta salbiy ta'siri aynan yurak bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Butun dunyo bo'ylab 1.6 milliard odam o'rtasida har yili bir xil uyqu bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli tajriba o'tkaziladi. Bu uyqu vaqtini 1 soatga o'zgarishi. Eng shokka tushiruvchi tomoni, bahorda uyqu vaqti 1 soatgagina kamaygan vaqti yurak xuruji bilan bog'liq bo'lgan muammolar ertasi kuni 24% ga oshadi va aksincha, kuzda yana 1 soatga ko'proq uxlagan vaqtimiz yurak xuruji ko'rsatkichi 21% ga kamayadi. Bor yo'g'i 1 soat uyqudagi farq yurakka shunchalik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi, siz tasavvur qila olmaydigan darajada katta zarar aynan tabiiy qotil hujayralari va immun tizimimiz bilan bog'liq. Gap shundaki, hammamizning tanamizda natural killers, ya'ni tabiiy qotil bo'lgan hujayralar mavjud. Ular tanamizda saraton o'smalari, ya'ni rak o'smalari paydo bo'lsa, tabiiy holatda o'zlari u bilan kurashadi. Bu bizning immun tizimimizni ajralmas qismi. Endi tasavvur qiling, bor yo'g'i 1 kun 4 soat uxlaganingizda aynan shu hujayralarning faolligi 70% ga pasayadi. Ya'ni endi ular yomon hujayralar bilan kurashmay qo'yadi. Aynan shu sababdan JSST tashkiloti tungi ishlarni, ya'ni kechqurun ishlaydigan kasblarni kanserogen deb nomlagan, ya'ni saraton chaqiruvchi kasblar deb atagan. Eng katta zarar esa genetik darajadagi zarar. Tadqiqotlar 6 soat uxlagan insonlarni 711 ta genini faolligida buzilish sezishgan va eng yomoni, saraton chaqiruvchi, surunkali yallig'lanish chaqiradigan va stressga bog'liq bo'lgan genlar yoqilib ketgan. Ya'ni muntazam ravishda kam uxlaydigan insonlarda surunkali kasalliklar rivojlanishi va tabiiy immun tizimini yomonlashishi kuzatilgan. Agar shu paytgacha hamma bir uyquga yotganda 7-8 soat uxlaydi deb o'ylagan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Butun dunyo bo'yicha eng ommalashgan 5 xil uyqu uslubi bor. Siz hozir har bittasini eshiting va ko'rib bo'lishingiz bilan o'zingizga mos uyqu modelini tanlab izohlarda qoldiring. Birinchisi monofazik uyqu. Bu bizning klassik uyqumiz, ya'ni bir yotganda 7-8 soat uxlash.
Ikkinchisi segmented, ya'ni bo'lingan uyqu. Bu inson tabiatiga eng mos hisoblangan uyqu bo'ladi. Bunda siz 3,5 soat tinimsiz uxlaysiz, keyin 1 soat uyg'onib, keyin qayta yana 3,5 soatlik uyquga ketasiz. Uchinchisi siesta uyqusi. G'arbda juda mashhur hisoblanadi. Kechqurun 6-7 soat uxlashadi va tushlik vaqtida taxminan 12larda 30 daqiqadan 60 daqiqagacha qisqa vaqt uxlab olishadi. To'rtinchisi polifazik uyqu. Bu eng qiyini. Bunda uzluksiz maza qilib uxlash yo'q. 4 soat davomida 20 daqiqadan umumiy hisobda bor yo'g'i 2 soat uxlab olasiz. Aynan shu uslubni Nikola Tesla va Leonardo da Vinci qo'llashgan. Ammo buni bajarish juda ham qiyin. Beshinchi uslub caffeine nap. Kafein uyqusi deb ataladi. Buni o'zingiz uchun lifehack qilib olsangiz bo'ladi. Agar imtihonga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu uslubdan foydalaning. Gap shundaki, qahva ichganingizdan so'ng uni miqdoridagi kafein qoningizga 30 daqiqa ichida so'riladi. Ya'ni shunda siz tetiklik sezasiz. Bu uslubni kunduzi uxlashingizdan oldin qahva ichib olib, 30 daqiqa uxlab olsangiz va uyg'onadigan vaqtingizda kafein qoningizga so'rilsa, ikkita tetiklik birlashadi. Uyqu tetikligi va qahva tetikligi. Shunda siz super energiyaga boy bo'lasiz. Kim bilibdi deysiz, lekin to'g'ri va yaxshi uxlash ham alohida bir san'at. Buning uchun sizdan 6 ta qoida talab qilinadi. Birinchi qoida to'g'ri assotsiatsiya bo'lish kerak. Gap shundaki, miyamiz faqat qonuniyatlar, bog'liqliklar bilan ishlaydi. Demak, sizni yotoqxonangizga kravatingiz faqat uyqu bilan assotsiatsiya bo'lish kerak, bog'lanishi kerak. Ya'ni siz ko'p kravatingizda yotib telefon titkalasangiz yoki kitob o'qisangiz yoki dars qilsangiz, bu endi sizning uyqu joyingiz bo'lmay qoladi. Shuning uchun har doim uxlash vaqtida yotog'ingizda faqat uxlang, boshqa hech narsaga chalg'imang. Misol uchun, yarim soat yotdingiz, uyqu kelmadi. Bu holatda telefon titkilashga o'tmang, boshqa xonaga chiqing, aylanib keling va faqatgina uyqungiz kelganda qaytib kelib yoting. Shunda miya yotog'ingizni faqat uyqu bilan asoslaydi va boshqa payt har safar yotganingizda uyqungiz kelishni boshlaydi. Ikkinchi muhim qoida bu xona harorati. Uxlayotgan xonangizda harorat taxminan 18 gradus bo'lishi kerak. Chunki tana yaxshi uxlash uchun o'z haroratini 1 darajaga sovita olishi kerak. Uchinchi qoida muntazamlik. Har birimizda circadian rhythms, ya'ni o'zimizning sirkat soatimiz bor, ichki soatimiz. Aynan shu soatga asoslangan holatda biz bir vaqtda turib, bir vaqtda uxlaymiz. Aynan shu sababdan yakshanba kuni to'yib uxlayman degangizda, maktabga boradiganlar, universitetga erta turadiganlar voqli turib olishadi va hech uxlay olishmaydi. Aynan shu qonuniyatni va rutinni buzmaslik juda ham muhim. Shuning uchun dam olish kunlari ham bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda turishga harakat qiling. To'rtinchi qoida yorug'lik va shovqin. Uxlashingizdan oldin kamida 30 daqiqa qop-qorong'i xonada hech qanday shovqinsiz holatda bo'lishga harakat qiling. Aynan shunday signallar orqali tana uxlash vaqti kelganligi belgisini beradi. Beshinchi qoida stimulyatorlar bilan ehtiyot bo'ling. Qahva yoki energetik ichimliklarni uxlashdan 6-8 soat oldin ichishni to'xtatish shart. Chunki ularning ta'siri aynan shuncha vaqt ichida 50% ga kamayadi. Bu degani qahva ichganingizdan so'ng hattoki tunda ham uni ta'sirini taxminan 50% ga sezasiz. Shuning uchun iloji boricha qahvani kunning birinchi yarmida ichishga harakat qiling. Va 6-si uxlashdan oldin tanangizni bo'shatib olish. Buning uchun maxsus mushak mashqlarini, yoga, pilatesdan foydalansangiz bo'ladi. Umuman olganda o'zingizni erkin va dam olgan holatda his qilishingiz juda muhim. Ko'pchilik o'lganda uxlab olamiz deb aytishadi, ammo Matthew Walker aytganidek, bu o'limga teng bo'lgan ahmoqona maslahat. Chunki uyquni yaxshi emasligi yoki yetarli emasligi sizning hayotingizni davomiyligini qisqartiradi va sifatini qattiq buzadi. Uyqu bu aslo oddiy jarayon emas. Bu sizning immun tizimingiz, sog'lig'ingiz, uzoq muddatda sizni o'zingizni qanchalik yaxshi his qilishingiz, xotirangiz, diqqatingiz va miyangizni yaxshi ish faoliyatidir. Shuning uchun bugunoq bitta oddiy ishni qiling. Xonangizni sal soviting va telefoningizni xonadan tashqariga zaryadkaga qo'ying. Shunda siz unga chalg'imaysiz va ertalab turganingizda tanangiz sizga katta rahmat aytadi. Barchangizga xayrli tun, to'yib uxlashingizni tilab qolaman. Ko'p yangi bilimlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Sizlar bilan Barnoz Qarva bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, bay bay.